Assalomu alaykum, hurmatli aka-ukalar, opa-singillar. Andijondan mana Xurshid akamiz qadrdonimizga shkaf zakaz qilgan edik. Olib kelib o'rnatib berib ketishdi. 2.60 ga balandligi. Eni 280. Rossiyskiy MDF krashenniy. Juda ham bir go'zal, chiroyli chiqdi. Zazurlari ham bir xudo xolasa. Kimgadir shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa akamizga murojaat qilib aloqaga chiqsanglar, juda go'zal qilib, sifatli qilib beradi. Ichki ko'rinishlari seyflarigacha bor. G'aladonlari mana podsosni o'zi tortib oladi. Xudo xolasa akamizni ishi hamisha sifat birinchi o'ringa qo'ygan. Mana bu tomon ko'rinishlari ham Moskoy tomon, narigi tomon jenskiy qilsanglar, kimgadir veshilkasini dabavishlik qilsa, pastga ham o'rnatib beraveradi. Ichi ham oq ko'rinishda, yonboshlari oq ko'rinishda. Bu tomonlari mana juda ham bir go'zal. Fantaziya mebel deb o'zimiz Andijonda. Xudo xolasa.